Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz davomida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jasur Umirovning jonli efir davomida bildirgan ayrim fikrlari keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan uning turmush o'rtog'i va namanganliklar haqidagi gaplari turli munosabatlarga yo'l ochgan edi. Mazkur holat yuzasidan san'atkor jamoatchilikka murojaat qilib uzr so'radi. U jonli efir paytida oilaviy munosabatlarda yuzaga kelgan kichik kelishmovchilik sabab jahl ustida gapirib yuborganini ta'kidladi. Xonandaning aytishicha, bu fikrlar uning asl qarashlarini ifodalamaydi. Jasur Umirov barcha viloyatlar aholisi, xususan namanganliklarni hurmat qilishini bildirib, xalq uchun xizmat qilishni o'zining asosiy vazifasi deb bilishini qayd etdi. U kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun ehtiyotkor bo'lishga harakat qilishini ham qo'shimcha qilgan, deyiladi xabarda.